10 xil brend buldozer taxlab qo'ysak, qaysi birini tanlaysiz? Masalan, bittasi Haytoy, bittasi Shantoy bo'ladi, bittasi XMG bo'ladi, yana bittasi yana Longking bo'ladi. Lugongmidi, Longkingmidi o'shalarni? Lugan. Ha. Ligon. Nimaga tanlamas edingiz ularni? Nimaga buni tanlardingiz? Buni ko'p sharoit chiqib ketibdi bunga nisbatan. Ha. Sharoiti zo'r bo'ldi. Ko'p yeri o'zgaribdi. Nisbatan ancha narsasini o'zgartirib tashladi. Ko'p yerini jihoz rasxodini ko'paytiribdi. Qisqasi to'g'risini aytganda, puliga nisbatan rasxodi yaxshi. Ichiga sariq, vidiga ham, ichiga ham yaxshi sariq turibdi. Monitorligi hali yo'q-a unaqa O'zbekistonda. Yo'q. Endi keldi. O'zimiz ham hayron qoldik, ammo zo'r. Boblar salon, ana o'ta keng bo'ldi salon. Ha. Xudo xolasa endi biz ishlatsak, bitta ko'ramiz endi buni. Keyingi videolarda xudo xolasa chiqazamiz, polni qanaqa ishlayapti, razbor qilib ishlarini ko'rsatib. Yaxshi. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib, podpiskani bosib qo'ying. Keyingi videolarimiz undan ham qiziq bo'lishi aniq.